Akalar, ходовой boksimizda Malibu 2 mashinasini ko'rasiz, ko'tarib qo'yganimizda polniy ходовой qilyapti. Mana qaranglar mana. Mana bu narsalar bor-ku, polniy almashib Mercedes qo'yiladi. Shunda bu Malibu 2 mashinamizda yurishi yumshoq bo'ladi. Ham suzishlari ham yo'qoladi. Mana sizlarga shu komplektni ko'rsataman. Mana Malibu 2 mashinasiga qo'yiladigan Mercedes ходовойga nabori bo'ladi bu, qaranglar. Ikkita orqa amortizator, ikkita old amortizator, mana Mercedes vtulkalar, mana bu quyma rezinka bo'ladi. Ko'pchilik shuni ham Mercedes deb qo'yaveradi, lekin bu quyma rezinka bo'ladi. Shunda adashmanglar. Hop, mana bu narsani ko'ryapsiz, balkalar, mana bunisi Mercedes. Sizlarga bitta farqini ko'rsatam, ham qarang, ichini ko'ryapsiz ham, to'la bo'ladi Mercedesga. Mana bu Malibuning o'zini zavodskoy. Rahmat beringlar, ko'ryapsiz ham, ichi chuqur. Bu tomondan ham ko'rsataman, qaranglar, bu ham ichi chuqur bo'y, qo'l kirib ketyapti, ko'ryapsiz ham. Shu sababli ham mashinada Malibu 2 mashinamizda yurganda mana zavodskoy ходовойda жесткий bo'ladi и suzishlari bo'ladi. Mana shu nabor qildirib olsanglar, mazza qilib yurasizlar. Mana bu narsa bor-ku, ko'pchilik akalarimiz qiziqqan narsa, bu Gentrani ruli bor. Ana bitta barmoqda qaytaramiz-ku, o'shani mana tayyor. Shunday kelasizlar akalar, mashinalarni shunday topshirasizlar. 2-3 soatda xudo xolasa mana shu Mercedes pulga hammasini tayyorlab beramiz. Mana bu rulli ham bor, başqa tez qilib beramiz. Tayyorlari bor, kutib qolmaysizlar. Ko'pchilik joyda kelishyapti, akalar aytishyapti, shu 1 kun, 2 kunga olib qolishyapti. Bizda tez bitadi. Tanlovda adashmanglar, mana pastki nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.